Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kuzatuvchilarimiz. Sizlarga biznes qilish uchun juda ham zo'r bo'lgan tovarlarni olib berdim. Qaranglar, buni olib prosta sotsalar ham bo'ldi. Hech qanaqangi sezoni bo'lmagan tovar. Narxlari eng oxirgi narxlarda West O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxlarda sochoqlar. Xitoy desalar ham Xitoy. Bunikini o'zimiz olib kelganmiz. O'zbekiston desalar ham O'zbekiston. Men aytadigan narxlar eshitsalar jinnib bo'lasizlar. Mana bular tovarlar, mana bunaqangilar 50 ming so'mdan. Buni ishini o'zinglar ham bilasiz. Ichida 10 ta bo'ladi, 10 tasi 50 ming so'm. O'nga bo'lib beradigan bo'lsa ham arzimagan puldan tushadi. 5 ming so'm hisob. Qaranglar, mana rasetkalari hozirda anchagina ko'p. Mana bularimizdan bor. Bunaqangi rasetkalarni ko'ryapsizlar, bular ham juda ham ko'p. Narxlari 38 ming so'mdan optimga. Qaranglar, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar, sirraz olib foydalanib qolinglar. Mana bular bor, 60 ming so'mdan. Juda zo'r narsa bular. Shu olib maza qilib foydalanasizlar. Xitoylarimiz bor. Xitoylarimizda hozir 105 ming so'mdan optimga qilib beryapmiz. Juda yaxshi narsa bu. Rasetkalarni ko'rasizlar, o'zimiz olib kelganmiz Xitoydan. Olib maza qilib foydalanadigan narsalar. Olib foydalanib qolinglar. Bunaqa narxlarga yo'q. Keyin Mametda buna modellarimiz bor. Ularni ham Telegram gruppamizga o'tsalar ham optim narxlarda tashlab qo'yganmiz.